Dushman kelin 142 qism juda og'ir bir tanlov bilan boshlanishi mumkin. Totiniso o'g'lini qutqarish uchun qilmagan aybini bo'yniga oladimi yoki o'z sha'nini himoya qilib, farzandining butun qishloq oldida jazolanishiga qarab turadimi? Menimcha, bu yerda yo'qolgan sirga endi shunchaki bahona bo'lib qoldi. Qumri aslida o'zi yomon ko'rgan ayolning hammaning oldida bosh egishini istayapti. Totiniso uning ustidan ariza yozishga jur'at eta olmayotganini ko'rgan Qumri yanada oldinga yuradi. U oiladagi kattalar oldiga chiqib, agar Totiniso muhtojlik sababli sirgani olganini tan olsa, uni kechirishga tayyor ekanini aytadi. Bir qarashda bu rahmdillikka o'xshaydi, ammo aslida Qumri raqibasining barcha qochish yo'llarini yopmoqda. Agar Totiniso aybini tan olsa, 20 yil davomida asrab kelgan obro'sidan ayriladi. Agar inkor qilishda davom etsa, Qumri uni ojar, tavba qilishni bilmaydigan ayol sifatida ko'rsatadi, qishloqdagi gap-so'zlarni esa yanada kuchaytiradi. Menimcha, Qumriga na tovon puli, na sirganing o'zi kerak. Unga faqat Totinisoning yerga qarab qolishi kerak. Aynan shu paytda Totinisoning o'g'li ham janjalga aralashib qolishi mumkin. U kimningdir onasini o'g'ri deb haqorat qilganiga chiday olmay, o'sha bola bilan urushib ketadi. Qarshi tomon buni shunchaki tashlab qo'ymaydi. Bola hammaning oldida uzr so'ramasa, masalani mahalla raisi yoki qishloq kattalarigacha olib chiqishini aytadi. Qumri esa bundan darhol foydalanadi. U yashirincha Totinisoning oldiga odam yuborib, agar ayol sirgani olganini tan olsa, o'g'lining janjalini yopishga yordam berishini bildiradi. Bu juda ayyor zarba, chunki Qumri yaxshi biladi, ona o'ziga qilingan haqoratga chidashi mumkin, ammo farzandining kelajagi savdolashuv vositasiga aylantirilsa, u osongina sinadi. Menimcha, Totiniso asta-sekin ikkilanib qoladi. U o'zi yomon nom bilan qolishga ham tayyor, faqat o'g'li maktabdan haydalmasa, qishloq bolalari tomonidan mazax qilinmasa va onasini himoya qilgani uchun jazolanmasa bo'ldi. Ammo aynan shu qaror Habibullohning qattiq gazabiga sabab bo'ladi. Habibulloh xotinning o'zini o'g'ri deb tan olishiga rozi bo'lolmaydi. Uning fikricha, bugun aytilgan bitta yolg'on ertaga butun oilaning nomiga yopishib qoladi. Ularning farzandlari ham o'g'rining bolalari deb ataladi. Qumri esa hamon jabrlanuvchi kabi yurishda davom etadi. Er-xotin o'rtasidagi tortishuv juda og'riqli kechishi mumkin, chunki ikkalasi ham oilani himoya qilmoqchi, faqat tanlagan yo'llari boshqa-boshqa. Habibulloh oxirigacha kurashni istaydi. Totiniso esa faqat bu mojaroga tortilib, azob chekayotgan farzandini ko'radi. Shaxsan menimcha, hikoyaning eng ta'sirli tomoni ham shu: bu yerda hech kim butunlay noto'g'ri emas, ammo har qanday tanlov ortidan og'ir oqibat qoladi. Hamma hali bir qarorga kelolmay turgan paytda Sobir galati bir gapni eshitib qoladi. U Qumrining "yana bir qadam siqsam, Totiniso baribir bosh egib, aybini tan oladi" deganini eshitishi mumkin. Shu gap Sobirning ichidagi avvalgi gumonlarni haqiqiy qo'rquvga aylantiradi. Sobir ilgari dalil yo'qligi uchun xotinini himoya qilgan edi. Ammo agar Qumri haqiqatan ham sirgasini yo'qotgan jabrlanuvchi bo'lsa, nega u Totinisoning albatta taslim bo'lishiga bunchalik ishonmoqda? Nega u haqiqatning topilishini kutish o'rniga qarshisidagi ayolning aybni bo'yniga olishini istayapti? Shunga qaramay, Sobir xotinni darhol fosh qilmasligi mumkin. U go'yoki Qumriga ishonayotgandek ko'rinadi, uning har bir so'zi va harakatini kuzatib, yana qanday sir yashirayotganini bilishga urinadi. Bu yo'l xavfli. Agar Qumri erining uni sinayotganini sezib qolsa, aybni boshqa birovning zimmasiga yuklash uchun yana bir sahna uyushtirishi mumkin. Nihoyat, yuzma-yuz gaplashish kuni keladi. Totiniso qishloq ahli oldiga chiqadi. Habibulloh yonida tursa ham, uning ko'ziga qarashga jur'at eta olmaydi. O'g'li orqada qo'rqib turadi. Qumri esa qarshi tomonda juda xotirjam, go'yo g'alaba allaqachon uning qo'lida turgandek ko'rinadi. Men Totinisoning chuqur nafas olib, sirgani o'zi olganini aytishga tayyorlanishini tasavvur qilaman. Faqat bitta jumla va u butun umri davomida asrab kelgan halolligi bir zumda yo'qoladi.
Ammo u aybni tan olishga ulgurmasdan Jamila kutilmaganda yugurib keladi. Jamila sirga hech qachon ogirlanmaganini aytadi. Uning so'zlariga ko'ra, kimdir uni ataylab kastrulkaga solib, Totinisoni aybdor qilib ko'rsatgan. Jamila o'sha kuni nima bo'lganini biladigan odamni ham topganini e'lon qiladi. Atrofdagi muhit bir zumda o'zgaradi. Habibullohning ko'zida umid paydo bo'ladi, Sobir esa xotinining yuziga qaraydi. Qumri jim turishi mumkin, ammo bir necha soniya o'tadi va kutilgan guvoh baribir ko'rinmaydi. Uning telefoni o'chirilgan, uyining eshigi qulflangan, hech kim qayerga ketganini bilmaydi. Bir necha daqiqa oldin umid olib kelgan Jamila endi Totinisoni qutqarish uchun yolg'on to'qiyotganlikda gumon qilinadi. Eng qo'rqinchlisi esa Qumrining bundan umuman hayratlanmasligidir. U faqat bir chetda turib, sekin jilmayadi, xuddi guvoh bu yerga hech qachon yetib kelolmasligini oldindan bilgandek. Shundan keyin, menimcha, 3 ta ehtimol paydo bo'ladi. Guvohni Qumri qo'rqitib, qishloqdan ketishga majbur qilgan bo'lishi mumkin. Balki Sobir xotiniga qarshi ko'proq dalil to'plash uchun o'sha odamni yashirin joyda saqlayotgandir. Ammo yana bir ehtimol ham bor, bu sirga voqeasi ortida ular o'ylaganidan ham ko'proq odamlar bilan bog'liq sir yashirinayotgan bo'lishi mumkin. Endi Totiniso o'g'lini qutqarish uchun aybni bo'yniga oladimi yoki so'nggi umidini Jamilaga bog'laydimi? Sobir esa xotinining asl qiyofasini ko'ra boshlagan bo'lsa, haqiqatni tanlaydimi? Yoki o'z oilasi parchalanmasligi uchun yana jim qoladimi? Javob darhol kelmasligi mumkin. Ammo guvoh yo'qolgan paytda Qumrining yuzida paydo bo'lgan o'sha mayin tabassumdan keyin hamma bir narsani tushunadi. U endi shunchaki qasos olishni istamayapti. U o'z yaqinlari unga qarshi chiqishidan oldin haqiqatni butunlay ko'mib tashlashga urinmoqda. Guvoh kelmay qolganidan keyin hamma Jamilaga shubha bilan qaraydi. Qumri esa o'zini g'olibdek tutadi. Ammo o'sha olomon orasida bir odam uning tabassumini boshqalardan boshqacha ko'radi. Robiya uchun bu yuzdagi xotirjamlik tasodif emas, oldindan tayyorlangan ishning belgisi bo'lib tuyuladi. U shu zahoti Qumrini ayblamaydi. Chunki dalilsiz aytilgan eng to'g'ri gap ham ertaga tuhmatga aylanishi mumkin. Ayniqsa, qarshingdagi odam yiglashni, o'zini jabrlanuvchi qilib ko'rsatishni yaxshi bilsa, Robiyaning diqqati endi Xolidaga ko'chadi. Qizaloq kattalarning gapiga aralashmaydi, lekin sirga yoki kastrulka tilga olinsa, nigohini yerga olib qochadi. Gohida qo'llarini etagiga yashirib, barmoqlarini qattiq siqadi. Robiya uni burchakka tiqamaydi. "Nima ko'rding?" deb ham so'ramaydi. U shunchaki bir bola haqida hikoya aytadi. O'sha bola onasi noto'g'ri ish qilganini ko'rib qolgan, lekin gapirsa oilasi buzilishidan qo'rqayotgan emish. Keyin Robiya qizga emas, go'yo o'ziga gapirayotgandek davom etadi. Ba'zan jim qolish onani saqlab qolmaydi, aksincha begunoh odamni sindiradi, deydi u sekin. Xolida javob bermaydi. Lekin uning piyola ushlab turgan qo'li titrab, choy dasturxonga to'kiladi. Robiya aynan shu lahzada qizaloq voqeani eshitmaganini, ko'rganini sezadi. Menimcha, Robiya shu yerda bolani guvoh sifatida emas, qo'rqib qolgan farzand sifatida ko'radi. Chunki Xolida haqiqatni yashirayotgani uchun emas, onasini yo'qotib qo'yishdan qo'rqayotgani uchun qiynalayapti. Robiya bu sezgisini Komilga aytadi, ammo qizni yana so'roq qilishga ruxsat bermaydi. Ularning oldida boshqa yo'l paydo bo'ladi. Qumrini haqiqatni aytishga majburlash emas, uning o'z qo'rquviga ergashtirish. Ertasi kuni Komil odamlar orasida ataylab galati bir xabar tarqatadi. Go'yoki kastrulka ustida maxsus iz qolgan. Unga kim yashirincha tegsa, keyinchalik aniqlash mumkin emish. Bu gapning hech qanday asosi yo'q. Na maxsus kukun bor, na haqiqiy tekshiruv, faqat Qumrining vijdoni va vahimasi sinovdan o'tkaziladi. Xabar qishloq bo'ylab tez tarqaladi. Kimdir uni do'konda aytadi, boshqasi choyxonada takrorlaydi. Kechgacha kastrulka hammasini ko'rsatadi degan gap Qumrining quloqiga ham yetib boradi. U odamlar oldida kuladi. Bunday gaplarga faqat nodonlar ishonadi, deydi. Biroq uyga kirgach, birinchi bo'lib kastrulkaning qayerda saqlanayotganini so'raydi.
ana shu mayda shoshilish uning ichidagi xavfni ochib beradi. Gunohkor odam har doim katta dalildan emas, o'zi unutgan kichik izdan qo'rqadi. Qumri ham aynan nimani qoldirib ketganini to'liq eslay olmaydi. Tun tushgach, hovlilar jimib qoladi. Qumri boshiga ro'molini mahkam o'rab, hech kim ko'rmaydi degan umidda kastrulka saqlanayotgan eski xonaga kiradi. Eshikning narigi tomonida Robiya bilan Komil allaqachon kutib turishgan bo'ladi. Lekin ular darhol chiqmaydi, chunki Qumrining kelgani yetarli emas. Uning nima izlayotgani muhimroq. Qumri kastrulkani olib, avval chetlarini tekshiradi. Keyin tagiga yopishib qolgan eski matoni tirnog'i bilan ko'tarib, ichidan juda kichik bir parcha chiqaradi. Bu oddiy latta emas edi. Ehtimol, sirgani yashirishdan oldin o'rash uchun ishlatilgan matoning bir chetida esa oltin buyum ishqalanib qolgan xira iz ko'rinadi. Qumrining yuzidagi ifoda shu zahoti o'zgaradi. U matoni kaftiga yashirib, tashqariga chiqmoqchi bo'ladi, lekin hovli tomondan qadam tovushi eshitiladi. Kutilmaganda Norgul paydo bo'ladi. U Qumrining tungi ishidan hayron emas, aksincha, xuddi ular oldindan uchrashishga kelishgandek, past ovozda va'da qilingan narsani talab qiladi. Gap orasidan ma'lum bo'ladiki, Norgul sukut saqlash uchun pul so'ragan. U Qumrining totinisoni qanday tuzoqqa tushirganini o'z og'zidan eshitgan, endi esa bu sirni tekin ko'tarib yurishni istamaydi. Qumri g'azablanadi, lekin ovozini ko'tarmaydi. Men seni ishonganim uchun aytgandim, deydi u. Aslida esa bu gapning o'zi ham muhim edi, chunki u Norgulga biror voqeani haqiqatan aytganini beixtiyor tan oladi. Eshik ortida turgan Robiya har bir so'zni eshitadi. Lekin menimcha, u hali chiqishga shoshilmaydi. Norgul pul uchun gapirayotgan bo'lsa, ertaga hammasini inkor qilishi mumkin. Robiyaga so'z emas, qo'ldagi mato kerak edi. Komil bir qadam oldinga siljiganida eski taxta yengil gichirlab ketadi. Ana shu kichik ovoz barcha rejaning yo'nalishini birdan o'zgartiradi. Qumri qorong'ilikka tikilib qoladi. U qochmaydi, yordam ham so'ramaydi. Bir soniyaning ichida boshqa obrazga kiradi. Qo'lidagi matoni yonib turgan o'choqqa tashlaydi-da, darhol Norgul tomon o'girilib baqiradi. Meni pul bermasang yolg'on gap tarqataman deb qo'rqityapsanmi? Deya uni tovlamachilikda ayblaydi. Norgul nima bo'lganini tushunmay qoladi. Bir necha daqiqa oldin pul talab qilgan ayol endi Qumrining rejasidagi eng qulay aybdorga aylanadi. Shundagina Robiya bilan Komil yashiringan joyidan chiqadi. Ammo juda kech Olif matoni yutib bo'lgan. Qumri esa ko'ziga yosh olib, o'zini Norgulning tahdididan qo'rqqan begunoh ayoldek ko'rsatishga ulgurgan edi. Bu safar Robiya yutqazgandek ko'rinadi. U Qumrining nimanidir yo'q qilganini ko'rdi, suhbatni ham eshitdi, ammo tashqaridan qaralganda bu faqat ikki ayolning pul ustidagi janjaliga o'xshab qolishi mumkin. Qumri shu imkoniyatdan foydalanib, Norgulni yolg'onchi, Robiyani esa oilasini buzishga urinayotgan odam deb chiqaradi. U yana bir bor voqeani o'z foydasiga buradi, lekin bu gal uning shoshqaloqligi kichik bir xatoni ochiq qoldirgan edi. Komil o'choq yoniga engashib, kulni tayoq bilan sekin suradi. Kuygan matodan deyarli hech narsa qolmagan, faqat kul orasida yarim qoraygan, ingichka metall ilgak yaltirab turardi. U buyum oddiy simga ham o'xshashi mumkin, ammo sirganing qulf qismiga ham juda yaqin edi. Robiya uni qo'liga olmaydi, faqat uzoq tikilib turadi, chunki endi Qumrining qo'rquvi gapdan emas, kul ichida qolib ketgan o'sha kichkina temir parchasidan boshlanayotgan edi. Kul orasidan topilgan o'sha kichik ilgak kattalar uchun dalil bo'lishi mumkin edi, ammo Xolida uchun u ancha dahshatli narsani anglatardi. Endi onasining siri yo'qolib ketmagan, aksincha, uy ichidagi har bir qarashda, har bir past ovozda yashay boshlagan edi. Qizaloq o'sha kecha uxlay olmaydi. Tashqarida hamma tinchlangandek, lekin uning xayolida Totinisoning rangsiz yuzi, Robiyaning sokin ovozi va kastrulkaning qopqog'i qayta-qayta jonlanadi. U bir narsani aniq eslaydi. Onasi xonada yolg'iz qolgan. Qo'lidagi sirgani matoga o'ragan va uni kastrulkaning tagiga joylashtirgan edi.
O'sha paytda Xolida buning ma'nosini tushunmagan, hozir esa bir begunoh ayol aynan shu sir sababli ko'chaga chiqolmay qolganini biladi. Ertalab Xolida Totinisoning uyiga yaqinlashadi. U ichkariga kirmaydi, eshik yonida turib, ayolning sekin yig'layotganini eshitadi. Habibulloh xotinini ovutishga urinadi, ammo uning ovozida ham charchoq bor. U nomingni oqlaymiz deydi. Totiniso esa endi o'zining emas, bolalarning yuziga qanday qarashini o'ylayotganini aytadi. Ana shu gap Xolidaga og'ir botadi. U hech kimga ko'rinmasdan ortiga qaytadi, lekin uyga emas, to'g'ri Robiyaning oldiga boradi. Robiya eshikni ochganida qizaloq uzoq vaqt gapira olmay turadi. U bir necha marta labini qimirlatadi, keyin ko'z yoshini yashirish uchun yuzini chetga buradi. Robiya uni shoshirmaydi. Na savol beradi, na qo'lidan ushlab ichkariga tortadi. Faqat eshikni kengroq ochib, qizaloqqa o'zi kirish yoki qaytib ketish imkonini qoldiradi. Xolida ichkariga qadam qo'ygach, ortiga qarab eshikni o'zi yopadi. Shu kichik harakatning o'ziyoq uning bu safar oddiy suhbat uchun kelmaganini ko'rsatadi. Men ko'rdim, deydi u nihoyat. Robiya darhol aniqlik so'ramaydi. U qizning yuziga qarab turadi, go'yo qolgan so'zlarni aytishga kuch topishini kutayotgandek. Xolida ovozini pasaytirib, onasi sirgani kastrulkaga solganini aytadi. U matoning rangini ham, Qumrining xonaga kimdir kirib kelmayaptimi deb 2 marta eshikka qaraganini ham eslaydi. Bu endi bolalarcha gumon emasdi. Xolida voqeani tasvirlamayapti, u ko'rgan narsasini qayta yashayotgandi. Robiya uning ko'zlaridagi qo'rquvdan buni darhol tushunadi. Robiya qizga hech kim uni urmasligini, haqorat qilmasligini va yolg'iz qoldirmasligini aytadi. Biroq bu gapni faqat o'zi eshitishi yetarli emasligini ham yashirmaydi. Haqiqat Totinisoning nomini oqlashi uchun Xolida shu gaplarni oiladagi kattalar oldida ham aytishi kerak bo'ladi. Bu talab qizaloqni yana jimlikka cho'mdiradi. Xolida onasini yomon ko'rmasligini aytadi. U faqat Totinisoning yig'lashini to'xtatmoqchi, lekin onasi qamalib ketishidan, otasi undan yuz o'girishdan qo'rqadi. Robiya bu qo'rquvni inkor qilmaydi. U hammasi yaxshi bo'ladi deb yolg'on tasalli ham bermaydi, chunki haqiqat aytilsa, bu oilada hech narsa avvalgidek qolmasligini o'zi ham biladi. U faqat bitta narsani va'da qiladi. Xolida bu og'irlikni yolg'iz ko'tarmaydi. Qizaloq ketayotganida ko'zlari qizarib ketgan, nafasi ham notekis edi. Hovli burchagida turgan Qumri buni ko'radi. U qizining qayerdan kelayotganini darhol tushunadi, lekin yuzida g'azab ko'rsatmaydi. Aksincha, Xolidani chaqirib, sochlarini silaydi va ertalabdan beri ovqat yemaganini so'raydi. Qumrining bunday yumshoqligi qizni yanada chalg'itadi. U onasi hammasini bilmagan, balki o'zi ortiqcha vahima qilgandir, deb o'ylay boshlaydi. Qumri unga yaxshi ko'rgan taomini tayyorlaydi, yoniga o'tkazib, bolaligida qanday kasal bo'lib qolganini eslaydi. So'ng qizining qo'lini ushlab, "Sen mening eng ishonchli farzandimsan", deydi. Bu so'zlar mehrga o'xshaydi, lekin aslida Xolidaning vijdoniga bog'langan ip edi. Kechasi uy jimib, boshqa bolalar uxlagach, Qumri Xolidani alohida xonaga olib kiradi. Eshikni ichkaridan qulflaydi, yuzidagi iliqlik sekin yo'qoladi. U qiziga Robiyaning oldida nima deganini so'ramaydi. To'g'ridan-to'g'ri sen hech narsa aytmading, shundaymi? deydi. Bu savol emas, tayyor javob edi. Xolida boshini egadi. U yolg'on gapirmoqchi bo'ladi, lekin ovozi chiqmaydi. Qumri qizining yelkasidan ushlab, ko'ziga tik qaraydi. Agar sir ochilsa, Sobir uni uydan haydab yuborishini aytadi. Ukalari va singillari onasiz qoladi. Odamlar esa butun oilani sharmanda qiladi. Keyin eng og'ir gapni qo'shadi. Bularning hammasiga sen sababchi bo'lasan, Xolida yig'lab yuboradi. U onasiga yomonlik qilishni istamasligini aytadi, lekin Totiniso aybsiz ekanini ham takrorlaydi. Qumri uning ko'z yoshini artadi, juda ehtiyotkor, hatto mehribon harakat bilan. So'ng qizidan hech kimga hech narsa aytmaslikka qasam ichishini talab qiladi. Shu paytdan boshlab Xolida uchun rost gapirish yaxshilik bo'lib ko'rinmay qoladi.
Onasi uni shunday holatga olib keladiki, begunoh odamni qutqarish o'z oilasini vayron qilishdek tuyuladi. Menimcha, Qumrining eng og'ir zulmi ham shu yerda ko'rinadi. U qizini shunchaki jim turishga majbur qilmayapti, bolaning to'g'rilik haqidagi tasavvurini ham buzmoqda. Keyingi kuni Robiya Xolidaning maktabdan keyin uyga to'g'ri qaytmaganini bilib qoladi. U qizaloq bilan gaplashishga urinadi, lekin Qumri doimo yonida yuradi. Xolida bir marta Robiyaga qaraydi xolos. O'sha qisqa nigohda men gapirmoqchiman degan iltimos ham, meni majburlamang degan qo'rquv ham bor edi. Robiya ortiqcha harakat qilmaydi. U qizni onasi oldida fosh qilsa, vaziyat yanada og'irlashishini biladi. Bu orada Totiniso ham Xolidaning ichida nima kechayotganini sezadi. U qizaloqning o'zidan qochayotganini ko'radi, lekin buni aybdorlik emas, qo'rquv deb qabul qiladi. Bir kuni Totiniso uni hovlining chetida yolg'iz uchratadi. Xolida darhol ketmoqchi bo'ladi, ammo ayol uning yo'lini to'smaydi, to'xta demaydi. Haqiqatni ayt deb ham talab qilmaydi. Totiniso faqat shunday deydi: "Men sendan xafa emasman." Xolida asta ortiga qaraydi. Totiniso uning hali bola ekanini, kattalarning qilgan ishlari uchun javob berishi shart emasligini aytadi. Hatto Xolida hech qachon gapirmasa ham, uni yomon ko'rmasligini qo'shadi. Bu gap qizaloq kutgan barcha narsaning teskarisi edi. U tanbeh, iltimos yoki bosim kutgan, ammo qarshisidagi ayol undan hech narsa talab qilmayapti. Xolida birdan Totinisoning quchoqiga otiladi. U uzoq yig'laydi, ayrim so'zlari tushunarsiz chiqadi, faqat ertalab hammasini aytishini qayta-qayta takrorlaydi. Totiniso qizning boshini silab, bu qarorni hech kim uchun emas, o'z yuragi tinchligi uchun qilishini aytadi. U Xolidani uyga qaytaradi, lekin ketayotgan qizning ortidan uzoq qarab qoladi. Ertalab Robiya bilan Habibulloh birga kelishadi. Ular Xolidani oiladagi kattalar oldiga olib borib, gaplarni tinchgina eshitishni rejalashtirgan edi. Eshikni Qumri ochadi. U uyqudan endi turgandek ko'rinadi. Yuzida xavotir ham bor. Xolidani chaqirishganda hech kim javob bermaydi. Qumri xonalarni ko'zdan kechiradi, keyin vahimaga tushgandek hovliga chiqadi. U qizi kechasi yoki tongda uydan chiqib ketgan bo'lishi mumkinligini aytadi, so'ng aybni Robiyaga buradi. Xolida kattalarning bosimidan qo'rqib qochganini, aynan Robiyaning savollari bolani shu holatga solganini ta'kidlaydi. Habibulloh darhol ko'chalarni qidirishga otlanmoqchi bo'ladi. Qumri esa yig'lab, qizini topib berishlarini so'raydi. Tashqaridan qaraganda u haqiqatan ham farzandini yo'qotgan onaga o'xshaydi. Robiya esa shoshilmay xonaga kiradi. Karavot usti tartibli, deraza ichkaridan yopiq edi. Xolidaning kundalik kiyimlari joyida. Ustki ro'moli ham mixda osilib turardi. Karavot ostida esa uning oyoq kiyimi turardi. Robiya egilib, tuflilarni qo'liga oladi. Tagidagi loy qurib qolgan, demak, ular kechadan beri kiyilmagan. Xolida uydan yalangoyoq chiqib ketadigan bola emasdi. Ayniqsa, tonggi sovuqda va hech qanday kiyimsiz, Robiya oyoqqa turib Qumriga qaraydi. Qumri bir soniyaga ko'zini olib qochadi, keyin yana yig'lashda davom etadi. Hovlidagi odamlar qizni ko'cha-ko'y va qo'shni uylar orasidan qidirishga tarqaladi. Habibulloh darvoza tomon yurayotganida Robiya uni sekin to'xtatadi. Uy ortidagi eski omborning eshigi tashqaridan ilgaklangan edi. Hech kim u tomonga qarashni xohlamayotgandek hovlida shovqin ko'payib boradi. Robiya esa jim turib qulog'ini o'sha tarafga tutadi. Avvaliga hech narsa eshitilmaydi. So'ng ombor ichidan yog'ochga tirnalgan tirnoqdek juda mayin bir tovush keladi. Undan keyin esa bolakayning nafasi uzilib chiqqandek bo'lgan bo'g'iq shivir eshitiladi. Robiyaning qo'lidagi kichik tuflilar birdan og'irlashib ketadi. Hovlida hamma Xolidani tashqaridan izlayotgan bir paytda, qizaloqning qo'rquvi shu uyning eng qorong'i burchagida, eshik ortida jim qolishga majbur qilinayotgan edi. Ombor eshigi ochilganda, Sobir birinchi bo'lib qizining yuziga qaray olmay qoladi. Xolida qorong'i xonadan chiqqan paytda hech kim baqirmaydi, hech kim darhol ayblamaydi, lekin bolaning yalangoyoq turgani bu uyda nimadir juda noto'g'ri ketganini so'zsiz aytib turardi.
Kumra qizini quchoqlashga oshiqadi, go'yo uni hamma joydan izlagan ona kabi. Xolida esa onasining bagriga kirmaydi, u faqat Robiyaning ortiga yashirinadi. Ana shu kichik chekinish Sobirga har qanday iqrorlardan ogiroq ta'sir qiladi. U shu kungacha xotinining gazabini, kek saqlashini va shoshqaloqligini oqlab kelgan, ammo farzandining onasidan qo'rqayotganini endi inkor qila olmaydi. Sobir o'sha kuni Kumrini ayblamaydi. U aksincha juda oddiy savoldan boshlaydi. Sirga qachon yo'qolgan? Kumri avval uni korpa tikilgan kunning ertalabida yo'qotganini aytadi. Biroz vaqt o'tgach, gap orasida sirga tushdan keyin qulog'ida bo'lganini eslatib yuboradi. Kechqurun esa uni 2 kun oldin topolmaganini aytib qoladi. Sobir har safar bosh irgab indamaydi. U xotinining so'zlarini tuzatmaydi, faqat xotirasiga joylaydi 3 xil javob. Bitta sirga va tobora torayib borayotgan yolg'on. Menimcha, shu nuqtada Sobirning ichida juda og'ir o'zgarish yuz beradi. U haqiqatni er sifatida izlashda davom etsa, har bir dalilni xotinini oqlash uchun burib yuborishini tushunadi. Shuning uchun bir muddat o'z uyiga begona odamdek qarashga majbur bo'ladi, lekin Habibulloh endi kutishni xohlamaydi. Xolida ombordan topilgach, u bu ish oddiy oilaviy janjal chegarasidan chiqib ketganini aytadi. U Sobirdan Kumrini qishloq kattalari oldiga olib chiqishni talab qiladi. Agar sen hali ham uni himoya qilsang, men seni ham bu ishning ichida deb bilaman, deydi u yuziga tik qarab. Bu gap Sobirga qattiq tegadi. Chunki u Kumrini emas, oilasining qolgan qismini saqlab qolayotganini o'ylaydi. Habibulloh esa uning sukutini xiyonat deb ko'radi. Ikki aka-uka orasida oldin bo'lmagan sovuqlik paydo bo'ladi. Biri xotinining sha'nini qaytarishga urinmoqda, ikkinchisi esa o'z xotinini hukmsiz olomon oldiga tashlamaslikka harakat qilmoqda. Ularning o'rtasida esa eski kastrulka turibdi. Nihoyat, katta aka hammaga bitta xonaga yigilishni buyuradi. Kastrulka stolning o'rtasiga qo'yiladi. Hech kim voqeani boshidan aytib bermasdan turib tashqariga chiqmaydi. Robiya savollarni shoshilmay boshlaydi. U Kumridan kastrulkani qaysi paytda berganini, hovlida kimlar turganini, uni o'ng qo'li bilanmi yoki chap qo'li bilanmi ko'targanini so'raydi. Savollar ayrimlarga keraksizdek tuyuladi. Ammo Robiya Kumrining javobidan ko'ra savollar orasidagi jimlikka qaraydi. Ayol ayrim tafsilotlarni eslashga urinmayapti. U mos keladigan javob yasayapti. Kumri bora-bora jahli chiqib, hammani o'ziga qarshi til biriktirishda ayblaydi. U Xolida qo'rqib ketgani uchun omborga yashiringanini, Robiya esa bolaning boshini yolg'on gaplar bilan to'ldirganini aytadi. Shu paytda Sobir birinchi marta xotinini to'xtatadi. Uning ovozi baland emas, lekin Kumri bu safar erining ko'zida odatdagi himoyani ko'rmaydi. Sobir sekin so'raydi: "Sen kastrulkani ochmagan bo'lsang, sirga tagidagi matoning ostida yotganini qayerdan bilding?" Xonadagi ovoz birdan yo'qoladi. Bu tafsilotni na Habibulloh, na Totiniso Kumrining oldida aytgan edi. Sirganing kastrulkadan topilgani ma'lum, lekin uning mato ostida yotgani faqat uni olgan va birinchi ko'rgan odamlarga ayon bo'lishi mumkin. Kumri bir lahza qotib qoladi. Keyin yiglash o'rniga Sobirga qarab kulimsiraydi. Bu kulgi mehrdan emas, o'zini qutqarish uchun kimnidir tubga tortishga tayyor odamning kulgisi edi. U birdan hammaning oldida Sobir hammasini bilganini aytadi. Go'yoki aynan u Totinisoni jazolash, o'zini bilib qo'yishi uchun sirgani yashirish fikrini bergan emish. Habibulloh Sobir tomonga o'girilib qoladi. Robiya hech narsa demaydi. Katta aka esa ukasining yuzidan yolg'on yoki haqiqatni izlashga urinadi. Sobir buni inkor qiladi, lekin so'zlari avvalgidek kuchli chiqmaydi. Chunki u xotinining galati gaplarini eshitib ham jim turgan, uning qarama-qarshi javoblarini bilib ham darhol oshkor qilmagan edi. Kumri aynan shu sukutni qurolga aylantiradi. Agar u begunoh bo'lsa, nega shu kungacha indamadi? deydi u. Va bu savol xonadagilarning ichiga shubha solishga yetadi. Katta aka uzoq vaqt o'tirib qoladi.
Keyin Sobirga qarab, haqiqat aniqlanguncha bu uydan chiqib turishini aytadi. Bu hukm emasdi, lekin hukmdan ham og'irroq eshitildi. Sobir tashqariga chiqqanda, ortidan hech kim uni to'xtatmaydi. Hovli eshigi yopiladi, ichkarida Qumri hali ham yig'layapti. Tashqarida esa Sobir birinchi marta o'zining xotinini himoya qilib, aslida qaysi nuqtada o'zini yo'qotganini tushunib borardi. Dushman kelin 142 qism juda og'ir bir muhitda yakunlanishi mumkin. Haqiqat juda yaqinlashgan bo'lsa-da, unga yetib borish uchun har bir inson turli narx to'lashiga to'g'ri keladi. Avvaliga oddiy bir buyumdek ko'ringan sirga butun oilani gumon girdobiga tortdi. Yaqinlar orasidagi ishonchni yemirdi va bir-biriga ishongan odamlarni o'z vijdoni bilan yuzlashtirdi. Totiniso o'g'lini qishloq ahlining jazosidan qutqarish uchun qilmagan aybini bo'yniga olishga majbur bo'lmoqda. U o'ziga qilingan haqoratga chidashi mumkin. Ammo farzandining mazax qilinayotganini, janjalga aralashganini va faqat onasini himoya qilgani uchun jazolanish xavfi ostida qolganini xotirjam kuzata olmaydi. Eng og'riqli tomoni shundaki, Habibulloh xotinning holatini tushunadi. Ammo uning oz qoli bilan butun oila sha'nini yerga urishiga rozi bo'lolmaydi. Biri oxirigacha kurashishni istaydi, ikkinchisi esa faqat farzandining tinch yashashini xohlaydi. Ikkalasi ham oilani o'ylaydi, lekin og'ir tanlovning ikki qarama-qarshi tomonida qolib ketadi. Shu orada Robiya Qumriga qarshi gazab bilan hujum qilishni tanlamadi. U kuzatdi, uning reaksiyasini sinadi va yolg'on gapirayotgan odamni asta-sekin yashiringan joyidan chiqarishga urindi. Kastrulkada maxsus iz borligi haqidagi yolg'on xabar Qumrini vahimaga soldi. U yashirincha qaytib, sirgani o'rash uchun ishlatilgan mato parchasini yo'q qilishga harakat qildi. Ammo Qumri yana bir qadam oldinda yurdi. U dalilni olovga tashladi, barcha aybni Norgulga ag'dardi va o'zini pul talab qilayotgan ayolning qurboni sifatida ko'rsatishga ulgurdi. Kul orasida faqat kichik metall ilgak qoldi. U Qumrini ayblash uchun yetarli bo'lmasligi mumkin, ammo Robiyaga tanlagan yo'li noto'g'ri emasligini anglatadi. Bu voqeaning eng og'ir yuklaridan biri esa Xolidaning yelkasiga tushdi. Aynan u onasining sirgani kastrulkaga yashirganini o'z ko'zi bilan ko'rgan yagona bola edi. Xolida haqiqatni aytib, Totinisoni qutqarmoqchi bo'ldi, lekin Qumri unga sir ochilsa, otasi onasini uydan haydashini, ukalari va singillari onasiz qolishini, oilaning parchalanishiga esa aynan Xolidaning o'zi sababchi bo'lishini uqtirdi. Oddiy bir bola faqat yaxshi bilan yomonni ajratish kerak edi. Endi esa u vijdoni bilan o'zi yaxshi ko'rgan onasi o'rtasida tanlov qilishga majbur bo'ldi. Balki tomoshabinni eng ko'p qiynaydigan jihat ham shu bo'lar, chunki Qumri nafaqat o'z aybini yashirmoqda, balki kattalarning og'ir gunohini yosh bolaning yelkasiga yuklamoqda. Totinisoning mehribonligi oxir-oqibat Xolidani haqiqatni aytishga undadi. U qizaloqni majburlamadi, undan talab qilmadi, hatto jim qolishni tanlasa ham undan nafratlanmasligini aytdi. Aynan shu so'zlar Xolidaning ichki himoyasini buzdi. U Totinisoni quchoqlab yig'ladi va ertalab hamma narsani aytishga va'da berdi, ammo tong otganda Xolida g'oyib bo'ldi. Qumri qizi kattalarning so'roqlaridan qo'rqib uydan qochib ketganini aytdi. Biroq qizning oyoq kiyimi karavot ostida qolgan, deraza ichkaridan yopiq edi. Uy orqasidagi ombordan esa juda past tovush eshitildi. Agar Xolida haqiqatan ham o'sha joyga qamab qo'yilgan bo'lsa, Qumri endi faqat begunoh ayolga tuhmat uyushtirgan inson emas, u ancha xavfli chegaradan o'tgan bo'ladi. Sobir ham nihoyat xotinning gaplarini tekshira boshladi. Qumri sirga yo'qolgan vaqt haqida 3 xil javob bergach, u endi o'zini alday olmasligini anglaydi. Sobirning bitta savoli esa butun yolg'onni larzaga keltiradi. Agar Qumri kastrulkani hech qachon ochmagan bo'lsa, sirga uning tagidagi mato ostida yotganini qayerdan bilgan? Qumri javob topa olmagach, erini ham o'zi bilan birga tubga tortishga urinadi. U Sobir bu rejani boshidan bilganini, hatto Totinisoni o'z o'rniga tushirish fikrini aynan u berganini aytadi.
Bu ayblov butunlay yolg'on bo'lishi mumkin, ammo Sobirning shu kungacha jim turgani odamlarning unga darhol ishonishiga xalaqit beradi. Oxirida katta aka Sobirdan o'zining aybsizligini isbotlamaguncha uydan chiqib turishini talab qiladi. Sobir darvozadan chiqib ketadi, hech kim uni to'xtatmaydi. Qumri esa ichkarida qolib, xuddi bu voqeada eng ko'p xiyonat ko'rgan inson o'zi kabi yiglashda davom etadi. Ammo Sobir haqiqatan ham butunlay aybsizmi? Norgul Qumrining o'z og'zi bilan aytgan maqtanchoq gaplarni hammaga ochib berishga jur'at qiladimi? Agar Xolida ombordan topilsa, u ko'rganlarni kattalar oldida yana bir bor aytishga kuch topa oladimi? Sirga voqeasidan tashqari, Zeboning qaytib kelishi ham Asal atrofida yangi kurash boshlashi mumkin. Qizaloqning tugilganlik hujjatlari va boshqa qog'ozlariga qiziqish bildira boshlagan Zebo tufayli Jamila o'z farzandidek sevib, parvarish qilgan boladan ayrilish qo'rquvi bilan yuzlashadi. Nodir va Zarina oilasi go'yoki yana osoyishtalik topgandek ko'rinadi. Ammo bitta mish-mish Zarina qalbidagi eski rashkni qayta uyg'otishi mumkin. Oybekka berilgan imkoniyat ham hali mustahkam emas, chunki bitta uzr homilador xotinning qalbida yillar davomida to'plangan og'riqlarni darhol yo'q qila olmaydi. Bu voqealarning barchasi juda muhim bir saboqni eslatadi. Yaqin insonni himoya qilish uchun adolatsizlik qarshisida jim turish har doim ham oilani saqlab qolmaydi. Ba'zan sukut yolg'onning kattalashishi uchun vaqt beradi. Biror kishini sevish uning barcha xatolarini yashirish degani emas, ayrim paytlarda haqiqiy mehr uni boshqalarga zarar yetkazishda davom etishdan to'xtata olishdir. Bu hikoya bizni ko'pchilik bir xil gapni aytayotgani uchungina insonni darhol ayblamaslikka ham chaqiradi. Obro' va halollik butun umr davomida quriladi, ammo bitta tuhmat va bir nechta shubhali nigoh bilan vayron bo'lishi mumkin. Biror kishini hukm qilishdan oldin, ehtimol, har birimiz o'zimizdan so'rashimiz kerak. Biz butun haqiqatni bilamizmi yoki shunchaki boshqa birov yaratgan hikoyani takrorlayapmizmi? Siz Totinsoga achinyapsizmi? Qumridan gazabdami yoki Sobir uzoq vaqt jim turgani uchun u ham javobgar deb o'ylaysizmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring, chunki har bir qarash qahramonlarning qarorlarini yanada chuqurroq tushunishga yordam beradi. Ushbu tahliliy ko'rib chiqishni oxirigacha kuzatganingiz uchun katta rahmat. Videoga like bosishni, yaqinlaringiz bilan ulashishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi qismda ombor eshigi ochilishi mumkin, ammo uning ortida yashirilgan narsa faqat Xolidaning o'zi bo'lmasligi ehtimoli ham bor.